Yo vallahi dostlarıma geldim aşağı çok vallahi geçti bu söylediğimiz bize top 5'te manyak Bedrock için model abzoqlarimiz keleceği bu versiya manyak bir toçka 21 emas 26.13 versiya için Telegram kanalımdan bunda ham kattaroq versiya olsangiz bo'ladi. Qachon video ketdi. Kelachunda bize birinchi model bize bu birinchi bo'lsa bu buyoqqa kirib o'sha klassiyasi tuxumlarga o'tib pastga cho'zsa mana shunaqa narsa bo'ladi tuxumlar. Keyin shu hammasini olsang o'ntaga bo'ladi. Hammasi kerak emas, chunki bu videoni hammasiga olib chiqsam videoni qiziq qolmaydi. Короче, bu mod video seriallar uchun dahshat bo'ladi. Mana birinchi mana bu shunaqa mashina qilsa o'zi qimirlaydi qonlarda o'zi ham qimirlaydi. Shunaqa mana bu esa bu tuyani o'layotgani. Bunlar video serial bo'ladi dahshat seriallar. Keyin mana qabr tosh bu. Mana qabr tosh. Şu balıklar bu çileken yani o'layotganda kelajak. Hozir ko'rganim ekan bu. Mana biza qishloqqa ya'ni shu qishloq o'layotganda kelajak. Mana ekan. Bu nima? Men o'layotgan odam. Shuna qilsa o'z ochiladi üstü. Mana biza bu ham zombi o'layotganda, lekin nu pastga olayotganda bu. Bu esa nubni chamasi kirib ketganda bu video shunday dahshat ketadi. Mana. Vallahi birinchi shunday bo'ladi dedi. Hammasi ko'rsatmadim men. O'zlaringiz topib olsangiz bo'ladi va Telegram kanalimda bor hamma. Tabii ikkinchi o'tga ketdi. Kalachoqlar top ikkinchi o'rinimizga ham keldik. Hech buni ham shu yerga kelsalar, keyin tuxumlarga o'tsalar, pastga o'tsalar o'zi mana bunaqa. Deya narsa chiqib qo'yadi. Qarachi mana bu ham shu video uchun mana dahshat o'layotganlar bu. Biza qanoq o'layotgan videoga. Güzel sikletler. Bir sana da gol koyanlamaydı. Billahi. Bu kitap bu kapı. Bu ise Alex. Bu ona billahi. Yo bunu arkadaşıyken vallahi uzayız bu tabii hospitalde arkadaşıyken bunu. Kon. Kon ne kadar videosuyla oldu. Yani bir şey sayfadan çıkmayı bileceğim. Yani kon. Kadar şuna kadar. Bu top ikinci modelde gerçi modem Telegram kanalımda bol. Bu chiqib qolsa ham bu tashlab bo'lganman men. Sizlar obuna bosib qo'yinglar. Davay birga bo'laylik. Nimaga? 2 oydan beri birga bo'lmayapsiz. Kalachi unda to'rtinchi o'ringa ketdi. Kalachi bola top 3-o'rinimizda bu. Aşağı mana bu o'tib, shu yerdan pastga tushib, mana shu yerdan top 3 modumuz bu BMW M4'ni fanatikalar uchun bo'ldi. Bu yerda BMW'lar mana bu sariq BMW. O'zi hech narsa ko'rinmaydi. Mana ko'rinmaydi. Shuni bosib turibdi. O shunaqa biladi mana. Tez yuradi. Mana o'qi. Nafslar menga shu yo'qdi.
uncha emas. Mana bu juda yoqdi desam ishonmayman. Mana shu yaxshi yoqdi menga. Kimlarga mana bir ekan. O'tganchi moda skin olmashdi. Boshda Iyazning skin o'ynayapsan deb bilayapman. Mayli deb skin olmashdim. Shunaqa bo'ladi. Top 3-model ishlardan yaratdi. Top 4-modga ketdi. Kardeş top 4-modimiz bu. Ben şaka değil. Geçip işte pes geçişleri olacak. Ana bu. Bu bot. İki tarafı bot boladı. Video seyre boladı. Just noob. Ana bu ne? Bu silah oluşaydı. Sıkıntı ediyorum hani. Bu ise multiplayer. Vay motor şöyle kullanıyor. Gerçi bu alıyordum aşağıyken böyle çünkü bu cidden yine bu çocuk gerçi bu videosu da böyle top 5. modumuz bu işlemeyi böyle dedi gerçi top 5. modka ketdi. Gerçi böyle top 5. modumuz bu benim de arkadaşlarım meş götüp bir götüp kin başka şöyle şurası hiç ne bulmaydı bize de skelet taşımıza gerek skelet hani şuna yapıp olmaşımıza gerek özü bölgen başladı kere olmayanlardan kin skelet taşlı ama görmediyse ben tam yerden çıktılar doğru skelet taşlı yani bu indi silah atmaydı. Ben de baktı. Ne? Yani şu yoldan beri silah geldi. Azdım ben. Hadi bana baksı. Yani kodudan umutu başka aldı da komedi. Şimdi ben sıkıntı yani. Başka mobilyadan ana kuladı bu. Yoldan beri. Top 5. odadan şuna ibadet edip geleceğim ben. Hayır sizler bilen. Çok vallahi. O noktadan kadar götürsün. Bak olayı.